Assalomu alaykum. Bugun ana Sandbox 25 ga kelgan. Xullas sizlar bilan bir ikkita janglarni ko'rib chiqamiz. Soprada master klasslar uchun Sopra jang bo'lgan. Lobbilar sizlarga ko'rsatamiz. Bu nigeriyalik kuchli o'yinchilar. Mana nigeriyalik o'yinchilar Hennessy o'sha eski old igroklar taniydi buni. Zolotoy Almaz ligani yorib tashlaydigan igrok edi va buni sherigi Energy. Buni ham hamma tanisa kerak. Bu o'yinga developer, ya'ni ham bloger, ham developer, xullas shuning uchun medallar bor Sandboxda ham. Bu bizani Black Star noob igrokimiz va men. Xullas ko'rib chiqamiz. 3 tami shunaqa lobbi o'ynadik. Hozir hammasini birin-ketin ko'rsatamiz. Sopra jang интересно. Hozir sizlarga zo'r taktika ko'rsataman. Hammada round catch, hech qanaqa unumga skor kam emas. Hammada bir xil akkaunt. Bu da yürüyüş oldu. Geçersin, önünde 3 gidelim. Bir an çok iyi tepki. 2 kitap değinişli yaptı bunысы. Ne çok iyi tepki. Rasamaha. Nima qo'shimcha ma'lumot. Rasamaha 10 klass. Olsalar server 12 klass. Krot 11 klass. Levik, Bizon, Salamanderlar hammasi 9 klasslar. Xo'sh, Jaguar, Rasamaha chiqardi sherik. Energy'da ham Rasamaha. Zavodlar endi suletga chiqyapti, bunda уже tayyor ekan. Zavod tayyor bo'lgan endi. Plus qo'shimchaga Mamont zavodi ham bor. Birinchi Mamont keldi bu yerga. Qaranglar. Zavod space endi resursni oldim. Sherikga ko'pini tarashtirdim. Xullas menimcha resurs ololmaydi bu jangda. Aniq esimda yo'q. Men bu tomon kelyapman. Qanaqadir qochish bor o'yinda. Video olayotgan paytda. Menda krop chiqdi. Sherigini Salamanderga ketdi. Rasamaha menimcha minus. Yo'q. Meniki o'ldi, lekin meniki o'ldi. Krot keldi uni ham, meniki ham shu yerda. Nesi 4 tarda o'ldi. Bizning sherigi ham 4 ga ketdi. Men hali 3 ta Salyunik chiqaryapman. Eng zo'r taktikalardan biri Krot ichida Salamander va o'rtasida Mount. Ularda Mount yo'q. Dunyosi ham bor. Bu yerda aktifga joy ketmaslik uchun qaytgan sherigi. Men ham shuning uchun qaytdim. Lichega qilib qaytib keladi bu. Xullas, shunaqa Mamutda
Biriktirdik. Enerjiyam to'rga ketgan. Men ham shu bizonga zavod ketdi. Bunga ham. Xo'sh. Sal oldinroq pozitsiyada bo'lamiz. Уже turellar ishga tushdi. O'tibdi. Deyarli qolmadi. Joni. Bizada ma'lumotlar atakani boshladi. Jaguar hit. Ikkinchisi ham hit. Ikkinchisiga ta'sir o'tkazdi-da chunki. Unitlarni qirishda davom etyapmiz. Bizon chiqay deb qoldi Unisiga. Xo'sh, sal pozitsiyada ketdimda, sal tezlashtiramiz. O'ta zerikarli. Birinchisi deyarli ko'rdik. Ularda o'zi hamilam bor. Sal orqaga qaytamiz. Shuning uchun O'sha bizon ham chiqdi ana. Shu yerda Kruton normalniy o'rin oldi. Bizani sherigida ham bizon bor. Bo'ldi. Unit qolmadi, qaytyapti. Bizon kutyapti. Men esa Krotonni deyarli yo'qotdim-da. Bizon keldi, qochdim va shu yerda bitta xatoni ko'rdinglarmi? Ana bu yerga aktivga berdi. Даже unitimga ozgina zarar ham tegmadi. Aktivga jalqa. Krot o'lmadi, ko'rgan bo'lsanglar, joni qoldi. Mana. Ozgina joni qolgan, menikiga o'xshab. Salamandra ketdi menimcha. Oy. Normalniy nima oldi lekin mamutlarimni. Sherik butondan mini otryad darash qildi. Men ham bu yerdan sekin bizon bilan kelyapman. Qaranglar, mamut ustunligi. Mamut shu yerga qoldirib ketyapman. Shu orqadan uraveradi. Pozitsiyani yo'qotmay. Qochishda ham yaxshi-da bu. Ultra normalni ketdi. Ularniki ham chakki emas, hammalarning minus qildi. Bizonga deyarli o'ldi energiyani. Sherigam bu yerdan tinmay ataka qilyapti. Bizoni enesini shu yerga keldi. Krot chiqdi buni. Aktivga passivisi ana shu bizonni turellarni to'xtatib qo'ydi-yu, yo'q qilib tashladi. Krot deyarli o'ldi. Krot o'ldirish uchun men to'xtamayapman. Sheriga mana endi atakani bosyapti, chunki enesi men tomonga keldi. Mamutlar qochishgan zo'r, ham urib o'tibdi. Endi shtabni uraman. Xato qilmasam agar. Shtab ketdi. Ultra normalni bo'ldi. Va enesini ana.
Geroy zavodi ham ketdi shu yerda. Xullas, yana atakani boshladik to'g'ridan. Buni Salamandras ketdi, ammo bizani uldasi qiynadi. Bizani kam yomon tegmadi va ularda zo'r bo'lanishu menimcha ham qaytib zavodga ketdi. Xullas, enerji chiqib ketdi shu yerda. Messi ham chiqdi o'sha. Janglar xullas ko'rish интересный emas. Kelinglar endi ikkinchi jang ko'rsam, mendan sal xatolik o'tgan o'sha jangda va ikkinchi o'yin ular hisobga bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Men ko'p yo'nib yo'qotganman. Xullas, silif bo'lgan. Bu jangni ko'rsatish niyatim yo'q. Tan olaman, men o'zim xato qilganman. Xullas, 1-1 bo'lgan bu bilan va yana bitta o'yin. Mana. Yo'q, bu emas, uzr. Bunisi. Yana samumda. Xullas, yana menga Protiv Energy, endi esa o'sha pozitsiyada hamma, hech kimning joyi o'zgargani yo'q. bir 20 sekund atrofida pexota chiqyapti. 25 rang uchun yomon emas. Enerji ishlab yo'qolib ketdi. Menimcha mendan ko'p resurs olmadi. Sherigim ham o'tishdi. Ular endi zavod quryapti. Bizaniki 2 ga ketdi. Men har doimgidek Mamont. Zo'r taktishi. Soprada. Messi endi bu safar kreat qildi. Biz ikkita kreat o'ynaganmiz, endi energiyani hozir ko'ramiz. Mamont har doimgidek orqadan urib kelyapti. Bular chekindi, chunki shunda ololmasligini bilsa. Mana Krotman yo'lda. Enerji to'rishtabdi. Men ham to'rishtabga ketdim endi. Sherik ham. Ammo bizda unit normalmi. Ulardan ancha ko'proq. Ularda enerjidagi ikkinchi giroy ham yo'q. Sherigni nasib ichini qilyapman bu yerda. Ikkita kirib zo'rda, bir-birini ichini qilib. Mana endi kirib chiqdi. Ikkita kirib. Meni xato shu yerda Mamutlarim olindi. Saloq qiroqdan bo'shashim kerak edi. Men shu oldinga o'tganman. Va boost xato. Razvedkada qolib ketgan. Endi almashtirgan. Bizani klublar ikkalasi bir joyda joni ketmadi. Ularniki ikki tomonda, shuning uchun mana ketyapti. Hamma atakan to'xtatmayapti. Mana ustiga kuchlab ham tushdi.
Mana shu yerda unitimiz sal kamlik qildi. Mana o'sha orqaga chekinligi bor. Bizon kelgancha. Qaranglar. Bizon Prot qaranglar. Bittasi ana shunday o'tiradi. Ikkinchisi keladi. Ikkinchisi kelib o'tirgandan keyin qaytib yuradi minus. Qolib ketdi. Ondan keyin ichini qilaman. Mana. Ko'rdinglar? Rasaman ham o'ynaydi bu yerda. Bizonga zakaz ketdi bizada. Ularda vujud chiqdi. Hamilon bor bizda. Kevlar deyarli bir xil, enishida sal ko'proq. Bizon ham shu yerda. Yo'q, bu safar Hennessy menga против ekan. Enerji esa bu tomonda ekan. Shunday. Aktifkani qarang. Juda zo'r tushdi aktif. Bu yerda resursi ko'proq, Rasamov qolib ketgan bu yerda. Mana shu bizonda ataka. Prot o'ldi. Enerjini. Voy. No, normal. Jack joyga ketmadi. Sal chetiga tushdi hali. Bu yerda Hennessy'ni bekiga bosib chunki men ataga uryapman. Enerji esa bazasida. Sherikni Protning yapılışını familiyamda bir yerda koydum. Protla menimcha minus bo'lmadi bizda birovlar. Hennessy tomon ataka qarshi bo'lyapti. Men atakaga tushdim uju chipdan. Şirgin bir yerden Hennessy bilan oynashyapti. Men esa Hennessy bazasiga tramvay kirib ketdi. Enerji ko'rib buni shoshib qoldi. Ammo uju kechadi, chunki normal narsa urib bo'laman bu yerda. Aktif hamafata ketdi. İkincisi lekin yomon tushdi. Yana Prot ketdi menimcha. Prot ketdi. Menda esa Prot bor. Ammo ikkita bizonga Prot. Öldü. Bu yerden bize enerji pişti. Zavada yürüyüşte ozgina qolgan ekan. Men esa sразу bizonga zakaz berdim bu yerda. Hennessy hech narsasi qolmadi. Busdan ishlatdik ikkalasini.
Bizonim chiqdi. Sal tezlashtiramiz. O'sha ataklamani sherikchilikdan men oldingidek oldindan chalg'itdik xullas. Yana Krot minus Hennessidan endi bu safar energiyadan edi. To'g'ridan to'g'ri bazasiga kirib boramiz hamda qarashilgan uchun bir o'zi bizondan atak qildi, lekin menda Krot ham bor, ammo qotirda bu yerda. Ammo kechidi o'zi minus bizon. Xullas Krot ichida bizon plus mamut endi. Mamut orqadan atak qilaveradi. Bizon esa oldinda turib uradi. Bunisi bu yerni sinaqa bo'libdi. Ammo men bu yerdan kemadim ikkinchi marta. Jennesini bustam ishlatmay tushundi chunki Ligiga ekanligini. Hennessida Kevin Moll 7 ham bizda esa 188 turibdi. Energiyada 62. Xullas men yana bizon esa bilan yaqinlandim. Git. Hennessiga против Vargamda oynadim. Bu jang sal qiynadi-yu, lekin normal bo'ldi. Krot Mount o'sha taktika. Buni ana shu jangda 150 tadan ko'p prosmotr bo'lsa qo'yamiz shuni. Zo'r taktika bor bu yerda.